App Store'ga yoki Play Marketga kirib, Pixar deb yozamiz. Mana chiqdi. Aynan mana shu приложениyani skachat qilib olamiz. O'tishni bosamiz. Bu yerda ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Xohlasangiz iPhone bo'lsa telefoningiz Apple orqali yoki bo'lmasa eng yaxshisi Google orqali ro'yxatdan o'tganingiz. Продолжить. Gmailni tanla deyapti. Agar sizda bir nechta bo'lsa, bittasini ko'rsatadi. Tanlaymiz, продолжить qilamiz. Mana ochdi. Bu yerda pullik versiyasini ko'rsatyapti. Tanlaysanmi deb biz tepadagi X belgisini bosamiz va orqaga qaytamiz. Demak, biz shulardan birini tanlaymiz va dalini bosamiz. Bu yerda ham hobby, biznes har xilini tanlashimiz mumkin. Dalini bosamiz. Bu yerdan ham dali qilib ketaveramiz. Mana ochildi. Endi bu yerda aynan biz o'zimizga kerakli bo'lgan rasmni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Menga shu yoqni tanladim va birinchi marta kirganimizda dostуп so'raydi, polniy dostуп beramiz va rasm tanlab olamiz. Bu yerga xohlasagan bir yozishimiz mumkin tekstimizni. Bo'ldi, tayyor. Skachat qilishimiz mumkin. Formatini so'rayapti. JPG. Shabloniga kirib olamiz. Biz bu yerdan o'zimiz uchun kerakli shablonlarni tanlab olsak bo'ladi. Faqat plus yozilganlarni tanlay olmaymiz, chunki plus yozilganlari bular pullik tarifida bo'ladi va pullik tarifini biz skachat qilib ola olmaymiz. Rasmni tayyorlashimiz mumkin, lekin rasmni skachat qilmoqchi bo'lsak, rasm bizga skachat bo'lmaydi. Hatto ekran zapis ham qilib ola olmaymiz. Bu ham taqiqlab qo'yilgan. Biz bu yerdan bepullardan bemalol foydalansak bo'ladi. Plus yozilmaganlari bu bepul. Bittasini tanlab olamiz, xohlaganimizni. Mana bu yerdan mana buni olib tashlashimiz mumkin. Bu rasmni o'rniga boshqa qo'yishimiz mumkin. O'zgartirishimiz mumkin bu rasmni. Kichraytirishimiz, kattalashtirishimiz mumkin. Yoki aynan o'zimiz rasm ustiga qo'shishimiz ham mumkin. Rasmni galereyamizdan belgilab olamiz va добавить qilamiz. Добавить qilganimizda o'zimiz rasmimiz paydo bo'ldi va biz uni kattalashtirib bemalol foydalansak bo'ladi mana shu joyda mana. Undan oldin yozuvlarni ham o'zgartirib olsak bo'ladi. Yozuvlarni o'zgartirishimiz mumkin. Ustiga bosib tursak o'zgaradi. Biz uni o'zimizning sohamizga mos ravishda qilishimiz mumkin. Tayyor. Mana SMM bo'ldi. Oldin rasm yozuvlarni o'zgartirib olib, undan so'ng bina rasm qo'ysak bo'ladi ustiga. Mana tayyor bo'ldi. Buni aynan biz uzunlashtirishimiz ham mumkin, kattalashtirishimiz mumkin mana. Mana bu yozuvni ham udalit qilishimiz ham mumkin. Buni yoki bo'lmasa boshqa gap yozishimiz ham mumkin. E'tibor qilamiz. Buni cho'zamizda mana bu joyga qo'yamiz. Endi o'zimiz rasmimizni kattalashtirsak bo'ladi.
tagidagi rasmni ozgina pastga tushiramiz. Uni olib tashlamayotganimni sababi orqa fon sifatida qo'yib turibman mana. Chunki uni olib tashlaydigan bo'lsam, orqa foni yagrang bo'sh bo'lib qoladi. O'shaning uchun olib tashlamadim, lekin uni udalit qilib olib tashlash ham mumkin. Gatovini bosamiz. Ko'rdingizmi? Xohlagan yozuvlaringizni yozishingiz, xohlagan shabloningizni tanlashingiz mumkin. Fonni udalit qilishingiz mumkin. Udalit fon mana bu yerdagi barchasidan, ya'ni barcha funksiyalardan bemalol foydalansangiz mumkin. Qirqish mumkin, stiker qo'yish mumkin. Mana bu yerdan bemalol stikerlarni tanlasangiz bo'ladi. Faqat plus qo'yilganini tanlamasangiz yetarli. Xohlagan stikeringizni bemalol tanlashingiz mumkin. Ko'ryapsizmi? Xohlagan bitta stikeringizni tanlab qo'yishingiz mumkin. Shunchaki qo'yib ko'rsatyapman sizlarga. Endi mos keladiganlarni o'zingizga yoqqaningizni tanlaysiz. Menga gatov qilamiz. Saqlanishni bosamiz. Bo'ldi, mana saqlanib bo'ldi. Agarda galereyamizga kirib ko'radigan bo'lsak, mana bizning galereyamizda bu rasm paydo bo'ldi. Bemalol buni Instagramga da post yozishda foydalansak bo'ladi.